Asosiysi mana shu intervalda. Issiq ovqat yeb turib, ketidan muzdek yeb qo'ysa. O'zi mana qishda ham marojniy yesam, tomog'im og'rib qolmasligi uchun nimalarni tavsiya berasiz? O'zi umuman marojniy yeyish qoidasi tomoqda surunkali kasalliklari yo'q bo'lsa, ya'ni og'iz bo'shlig'i sog'lom bo'lsa, любой payt, xohlagan payt marojniy yesa bo'ladi. Yeganda ham me'yordan oshib ketish kerak emas. Kam-kamdan maydalab yesa, hech kimda tomoqda nagruska bermaydi. Issiq narsa yeb turib, ketidan muzdek marojniy yesa mumkin emas, yoki muzdek marojniy yeb bo'lgandan keyin ketidan darrov issiq narsa yeb ichsa ham bo'lmaydi. Orasini interval qilib yeb ichsa bo'ldi. Asosiy ahamiyatga ega joyi o'sha issiq bilan sovuq orasidagi interval. Lekin ba'zi odamlarga bu bergan tavsiyamizni ma'qullamaymiz, chunki ularda surunkali holat bo'ladi, ya'ni tomoq doim nagruskada yuradi, sog'lom yurgan holatda ham nagruskada yuradi. Bunaqa odamlar o'sha marojniy yeganda og'ir holatga o'tib qoladi. Bunaqalarga marojniy yeyishni tavsiya qilmaymiz.